Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 1800-1870 yillarda Usmoniylar imperiyasi mavzusini davom ettiramiz. 1853-yilga kelgan paytda Rus podshosi Nikolay I Turkiya sultoniga shunday bir shart qo'ydiki, Turkiya qo'l ostidagi pravoslav slavyan xalqlari va Yaqin Sharqdagi muqaddas qadamjolarga Rus homiyligini tan olish to'g'risida shart qo'ydi. Lekin Buyuk Britaniya bilan Fransiya turk sultoniga bu shartni qabul qilmaslikni maslahat berdi. Natijada ziddiyat kuchayib 1853-56 yillarda davom etgan Qrim urushiga olib keldi va shunga sabab bo'ldi. Bu urushda Buyuk Britaniya, Fransiya, Turkiya ittifoqchi bo'ldi va Rossiya yolg'izlanib qolib, bu urushda mag'lubiyatga uchradi. Endi Turkiya garchi urushda g'olib chiqqan bo'lsa ham, Buyuk Britaniya bilan Fransiyaning konsessiyalari, juda katta firmalari turk mustamlakalarini egallab, u yerlarda ko'chmas mulklarga ega bo'la boshladi va juda ham katta mavqega ega bo'ldi. Rossiya esa aksincha Qora dengizda, janubda, Sevastopol atroflarida o'zining oldingi mavqeyidan ajraldi va Qora dengiz bo'yida juda ham kuchli flot qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Bir davrlar 3 ta qit'a, Osiyo, Afrika, Yevropada o'zining katta mustamlakalariga ega bo'lgan Turk imperiyasi 19-asrning o'rtalariga kelgan paytda Buyuk Britaniya Fransiyaga zaif davlat bo'lib qoldi. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.